1825-yillarda Sharqiy Turkistonda Jahongir xo'ja va uning ukasi Yusuf xo'ja boshchiligida Xitoy bosqinchilariga qarshi qo'zg'olon bo'lgan. Va bu qo'zg'olonni Qo'qon xonligi qo'llab-quvvatlagan, Xitoy imperiyasi esa unga qarshi qo'shin jo'natgan. Qo'qon xonligi qo'shinlari yordamida qo'zg'olonchilar Xitoy imperiyasi qo'shinlarini mag'lubiyatga uchratishadi. Lekin bu qo'zg'olonni oxirigacha yetkazilmasligining sababi bor. Bu Buxoro amirligi. Buxoro amirligi qo'shinlarni Qo'qonga hujum qilishi natijasida Qo'qon xoni o'zining qo'shinlarini qaytarib olgan. Qo'zg'olonchilar tarkibidan buning natijasida yolg'iz qolgan qo'zg'olonchilar mag'lubiyatga uchraydi. Mag'lubiyatga uchragan qo'zg'olonchilar o'z hududlarini tashlab chiqishga majbur bo'lishadi va albatta Qo'qon xonligi hududiga kelib o'rnashgan va Muhammad Ali xonning topshirig'i bilan ular mana shu Farg'ona vodiysining turli hududlariga turlicha tarkibda joylar bo'lib chiqishgan, bo'lingan va joylashtirilgan. Keyinroq o'sha o'zaro urushlar oxiri yuqorida aytgan 1832-yil Pekin shartnomasiga borib taqalgan. Unga ko'ra ikkita taraf ham o'z majburiyatlarini kelishib olishgan. Hudud Xitoy imperiyasi tarkibida qolgan, lekin u yerdagi musulmonlardan olinadigan soliq, ularning nazorati va ular bilan bog'liq siyosiy masalalar Qo'qon xonligi mutasaddilari, ma'murlari tomonidan, xavfsizligi ma'murlari tomonidan nazorat qilinadigan bo'lgan va Qo'qon xonligi imperiyasi esa shu qo'zg'olonchilar bo'lgan 70 ming qo'zg'olonchini Xitoy imperiyasi hududiga o'tkazmaslik majburiyatini olgan.